Men dutorini olginde tayyorlanib o'tirman. Hamida ammeni ko'rib kelaman, xo'pmi? Sen dutorini chalib, damini olib o'tir, xo'p? Tez kelaman, xo'p? Mazalari qochgan. Vaqtliroq keling. Yo'q, tez boraman, tez kelaman, xo'p? Mana xavotir olmagin. Sen juda qiziqda. Bir qarasang, qo'llarni urib tirqirab yuradi. Bir qarasang, ularni o'ynatib kuldiradi. Hozir ham Qodir velosipedini o'zi buzib qo'yib, sut berayotganga o'xshaydi. Ko'chaga chiqib bir pas qilsam, o'ynab kelsammikin? o'sib ketganini qara. Yaxshi yuribsanmi? Katta yigit bo'lib qolibsan. O'yin qanday? Yo'qlar. Bir o'zing o'tiribsanmi? Qayerga ketdi o'yin? Hamida mamni ko'rgan ketgandilar. Ancha bo'ldimi ketganiga? Boy ketgandilar. Qani boshlash ichkariga. Uylarni remont qilsalar qoyilman. Yangi ustalar. Konditsioner. Bu kimniki? Meniki. Sen dutor chalasanmi? Ha? Dutor, rubob, pianinoga ham qatnashyapman. Xursandmi ha? O'qishlar qalay? Yaxshi. Nechisida o'qiyapsan? 4-chidami? Yo'q, 5-chida. Bog'chaga ko'rgani borgandim. Shunga ham 5 yil bo'pti-ya. Bog'chaga borganlari esimda. Kitob, daftar, papka boruvdilar o'shanda. Olmay qochib ketdim. Shundan beri endi keldilar. Sog'inganimdami, tushlarimga kirib chiqadilar. Men ham ularning tushlariga kirganmikinman ha? Ta'tildamisan hozir? Olib ketaymi? Qayoqqa? Farg'ona vodiysiga. Uyimizga. Bilsang, u yerda ham uyimiz bor. O'zim firmada ishlayapman. Bir borib aylanib kelasan. O'zim qaytarib olib kelib qo'yaman. U yerda qanaqa uyimiz bor ekan? Borsanmi? Yo'q, bormayman. Oying ushladimi? Yo'q, borgim kelmayapti. Bir maza qilib kelardik.
Keyin o'zing qachon sog'insang, o'zing borib ko'rib kelaverarding. Yo'q, borgim kelmayapti. Ha mayli. Bo'lmasa yanaga safarga qaytaman. Xo'p? Oyingga aytgan, dadamni sog'indim, ko'rgim kelyapti degan, oying ruxsat beradi. Xo'p? Qani endi hozir dadam ketib qolmasa, oyim Hamida ammamnikidan shoshib kelsa-yu, dadamni ko'rsa. O'tiribsizlarmi ota-bola? Uzr, men biroz kech qoldim desa. Shunda dadam hech qisi yo'q deb kulib qo'ysa. Uchchalamiz stol atrofida chaqchaqlashib o'tirib choy ichsak. Keyin dadamning bo'ynilariga osilib quchoqlasam. Dutorimni chalib bersam. Ertasiga ham, indiniga ham shunday bo'laversa. Mana bu senga. Oyingga aytsang, o'zingga yoqadigan bironta bir narsa olib beradi. Yo'q, bizga kerak emas. Bor bo'lsa juda ham yaxshi. Nima, oqchasi teshib chiqadimi? Hali men buni senga beryapman, bolam. Yo'q, kerak emas. Bu narsalar bizga kerak emas. Doim shunaqa qilasan. Shu odating qolmadi. Yo'ing senga o'rgatganmi? Dadang kelib biror narsa bersa olmagin deb. Axir men seni dadangman. Menga qara. Men bu yerga faqat seni deb kelaman, o'g'lim. Dadam o'zingiz ketmasdi. Doim meni pul yoki sovg'a bilan alda ketmoqchi bo'ladi. Agar bilsangiz, menga xizmat kerak emas. O'g'lim, agar sen meni shunaqa xafa qilaversang, boshqa kelmayman. Xayr. Oling pulingizni. Men bu pulni senga olib keldim, o'g'lim. Menga kerak emas. To'xta, Jaloliddin. Onasi bolani rasvo qilibdi. Mendan mehrini tamoman sovutibdi. Ketdi. Oyim borida ham kelmadilar. Ular qanday gaplashishini ko'rib olardim. Agar ko'rishib gaplashishganda, "Dadajon, ketmang" deb yopishib olardim. Yana bir pas o'tirmadilar-da. Balkim oyim kelib qolarmidilar. Nega buncha kech qolib ketdilar-a? Balki hozir yo'lda kelayotgandirlar. Hasan, bu yoqqa chiqdim. Uylarda hech kim yo'qmi? Yo'q, bitta o'zim zerikib ketyapman. Voy bu, buncha qorong'i, zimiston-a? Jalol, chiroqlar yo'qmi? Yo'q, Shag'amchi? bilmadim. Yo'q bo'lsa kerak. Mayli, qo'yaver. Qorong'i uyda o'tirish ham yaxshi. Oying qayoqdalar? Ammamga ketdilar.
Hali ham kelmayaptilar. Kel, o'tir. Sen bormadingmi? Qayoqqa? Ammanikiga? Yo'q. O'sha qayerga deyman-ku. Ha, dutor chalasan-a? Ha. Jalol, bitta chalib ber. Hozirmi? Hozirda. Qorong'i-ku. Nima qilibdi? Hali chiroq yog'sin, chalib beraman. Ketmoqchimisan? O'tir. Eshik taqiladi-yu, birov keldi. Oyim keldilar. Hech kim yo'q ekan. Qiziq-a qorong'ida o'tirish. Men qorong'ini yomon ko'raman. Nega? Mazza-ku, qara qanday yaxshi. Nimasi yaxshi? Sehrgar bo'lsang-da, kuf desang hamma chiroqlar o'tsa, suv desang yana yonsa, mazza bo'larmidi? Men agar sehrgar bo'lganimda hech qachon kuf demasdim. Doim suv deb yuraverardim. Hech qachon qorong'ilikni keltirmasdim. Doim yorug'lik qilib qo'yardim. Unda odamlar qachon uxlardi? Odamlar uchun kechasi ham kerak-da. Yo'q, menga kerak emas. Kunduzi bo'lsa yaxshi-da. Kunduzi ko'chada odamlar ko'p bo'ladi. Qushlar ham uchadi. Uylar ham yorug' bo'ladi. Daraxtlar ham, o'tlar ham yaxshi ko'rinadi. Osmon ham ko'k bo'ladi. Yulduzlarchi? Unda yulduzlar ko'rinmaydi-ku. Agar men sehrgar bo'lsam, suv. Qoyilmisan? Suv teshim bilan yondi-yu, qoyilmisan? Yaxshi bo'ldi. Aytdim-ku yonadi deb. Voy bu, uylaring rosa zo'r-ku. Oyim bugun keladilarmi? Ha, keladilar. Dadang qayoqda? Dadam O'lganmi? yo'q. Dadam bizni tashlab ketgan. Ha. O'gay dadang yo'qmish qilib? O'gay? Mening oyim o'gay, tushundingmi? O'gay? O'zingni oyingchi tashlab ketganmi? O'zimni oyim o'lgan. Oyimchi juda chiroyli bo'lganlar. Oyimning rasmlariga qarab tursamchi, kulib turadilar. Ko'rsataymi? Mayli. Yo'q. Hozir Mohi uyda. Ertaga ko'rsataman. Kim? Mohi, o'gay oyim. Oyimning rasmlari ko'p edi. Hammasini yirtib tashlagan u. Pechkada yoqib yuborgan. Bitta rasmlarni o'g'irlab yashirib qo'yganman. Tag'in birovga aytib qo'yma, xo'pmi? Topib olsa, uni ham yoqadi. Ularni shunday yomon ko'ramanki. Nega? Bilasanmi oshni? Dadam ilgari meni yaxshi ko'rardi. Shu o'gay oyimga uylandi-yu, yomon ko'rib qoldi. Ikkalasi ham yomon ko'radi. Senga bitta savol. Dunyoda nima yaxshi, bilasanmi? Dunyoda Bilsang, dunyoda hammadan o'z-o'zimni oyim, o'z-o'zingni dadang bilan yaxshi yashash ekan. Seni ursa ham, o'ldirsa ham bilinmas ekan, tushundingmi? O'gay ona, o'gay dada, men qilma, baribir seni yomon ko'radi. Mana o'zim ko'ryapman-ku, bilib yuraman. Dadam meni yaxshi ko'radi, menga achinadi. Lekin yaxshi ko'rgani bilan, achingani bilan xotindan qo'rqadi. Unga qo'shilib meni uradi. O'shaning childirmasiga o'ynaydi. o'gay onang childirma chaladimi? G'irt kalla varam ekansan-ku. Childirma chalmaydi kalla. Bu
Dadasi o'sha xotinning gapiga kiradi deganim. Tushundingmi? Ha. Hayron qolasan. Men uyda bo'lsam, tamom. Ikkalasi ham uyda qovoq tumshug'ini osib olishadi. Men bo'lmasam, ikkalasi kulishib, o'ynashib, yayrab o'tirishadi. Bir marta uyga kirsam, endi u kishi yotgan ekan. To'satdan bilmay ko'rib qoldim. Shunda o'gay oyim aftini bujmaytirdiki, basharang qursin, o'g'ri mushukka o'xshamay o'l deb qarg'ab ketdi. Men qayoqdan bilay? To'g'rimi? To'g'ri. Ularni sen bilmaysan, oshna. Ular bilsang, ular aroq ichishadi. Oying ichadimi? Birinchi o'sha boshlaydi ichishni. Men uyda bo'lsam, shunaqa qila olmaydi. O'ynasang o'lasanmi, ko'zing teshirgur yetimcha deb xotini ko'chaga quvadi. Shuning uchun hech ham uyga kirgim kelmaydi. O'shalar yayrab o'tirsin deb ko'chalarda daydib yuraman. Sen ishonmayapsan-a? Agar yolg'on gapirsam, til tortmay o'lay. Qasam ichaymi? Mayli. Aytyapman-ku, agar yolg'on gapirsam, no ursin. Mana shu tepadagi Xudo ursin. Bo'ldimi? Ishondingmi? Shunaqa oshna. Meni hamma yomon ko'radi. O'zimni oyim bo'lganlarida ursalar ham, o'ldirsalar ham mayli edi. Yo'q, o'zimni oyim. Men nega tug'ilgan ekanman, oshnajon? Uyga kirishga bezillayman. Bunday bo'lsa, biznikiga o'tib qola qol. Oying kelib qolsalarchi? Mayli, xab bo'lma oshna. Kel, biznikiga o'tib qola qol. Yaxshi o'tiribsanmi? Qo'rqmasdan o'tiribsanmi? Assalomu alaykum, opa. Qo'rqqaningiz yo'q, Jalol bilan gaplashib o'tiribman. Iye? Bu bola bu yerda nima qilib yuribdi? Bo'pti, Jalol, men ketdim. Yotib qolmaysanmi? Yotib qola-qol. Yo'q, rahmat. Jalol, menga qara. Yaxshi o'tiribsanmi? Qo'rqmadingmi? Nega qoldingiz? Amin mazasi qochib qoldi, kasalxonaga joylab keldim, bolam. Men so'rasib o'yladim. Xavotir oldim. O'zim ham tez borib, tez kelaman deb o'ylagandim. Mazasi qochib qoldi, Amin bilasanmi, hech kimi yo'q. Tez yordam chaqirdim, tez yordam ham tez kela qolmadi, kech keldi. Kutayotganingni bildim, bolam. Ana o'rtog'ing ne ketdi? Ha, hali chiroq o'chib qoldi. Qorong'i ketgandan keyin qo'rqib chaqirdim. O'zing chaqirdingmi? Xo'p, yaxshi. Ha, mayli, yaxshi qilibsan. Bu narsa yedingmi? Qorning ochdi? Men kompot ichdim. kompot ovqat bo'larkan. Men hozir ikkita tuxumdan quymoqni beraman. Kerak emas, yemayman. Ochdan och, yotmaysanmi?
Yuragimni chiqarib yubording, Hasan. Ha, kel. Mana bu siznikimi? Qachon olding? Mana bu yerda eshikning tagida yotgan ekan. Hasan, bu meniki-ku. Ha, rahmat bo'pti. Uxlamaganmiding? Yo'q. Ikkinchi bo'yiga qadamini bosmas. Kim? O'sha Hasanning beti qursin uni. G'irt o'g'ri-ku. Jalol, g'irt o'g'ri bola-ku, uyga olib kelib o'tirsan. Bir kunmas bir kun uyimni ko'tarib ketadi, Jalol. Oyi, u o'g'ri emas. U yaxshi bola. Yaxshi bola bo'lmay, ketsin. Yaxshi bola. Mana. Hali uyga kelganda ko'zingni shamg'alatib turib, uzuvni olib chiqib ketibdi. Hozir qo'rqqandan olib kelib berdi. Olgan bo'lsa olib kelib beribdi-ku. Nega uni o'g'ri deysiz? Nega bunaqa deysan? Nega uni yonini olasan? Axir ko'rinib turibdi-yu, qizil o'g'ri-ku. Yo, unga qo'shilib. Ha? Unga qo'shilib o'g'ri shu bo'lmoqchimisan? U sen tenging emas. Endi eshitib qo'y. Gap shu. Endi u bilan o'ynamaysan ham, uyga ham kiritmaysan. Tushundingmi? Oyi, u o'g'ri emas. Muncha yonini olasan o'sha Hasanni. Ha? Nega meni o'tib asabimga tegasan? Nega o'tib men bilan tortishasan? Oyi, u o'g'ri emas, shu emas. Siz bilmaysiz Hasanni. Hasanni onasi o'gay. Tushundingizmi? Onasi o'gay. Boya dadam keluvdilar. Ha? Olib ketmoqchi edilar, bormadim. Pul berdilar, olmadim. Boya dadam keluvdilar. Olib ketmoqchi edilar, bormadim. Pul berdilar, olmadim. Oyi, u o'g'ri emas, shu emas. Siz bilmaysiz Hasanni. Hasanni onasi o'gay. Tushundingizmi? Onasi o'gay. Sani ilohim, yurtimizga tinchlikni bersin, xonadonimiz obod bo'lsin. Saodatxonni ham baxti ochilgani rozi bo'lib, Jalolxon yaxshi yigit bo'lib, yaxshi joylardan ato olsin. Amin. Allohu akbar. Hay, menga qil, Jalolxon bolam. Oying qayoqqa ketdi? Ishga keldi. Qachon keladi? Bilmayman. Tezroq qaytib kelsa yaxshi bo'lardi. Yaxshi bo'lardi. Ko'rib ketardik. Qachon kelishlarini aytmadilarmi? Yo'q. Bu kampir oyimni mendan judo qilmoqchi. Oyimni erga bermoqchi. Nahotki oyim erga tegsa, begona odamga-ya? Yo'q, bo'lmagan gap. Qanday qilib oyim begona odamga erga tegadi? Axir u begona-ku. Saodatxonni rasmlarini rosa chiroyli ekanlar. Hozir ham shunaqa bo'lsalar kerak. Chiroyli ham gapmi? Parini o'zi pari. Lekin bola boyaqishi erdan omadi kelmadi. Erini ham tanirdim. Suqsurda yigit edi. Bobur ijodiy ishlarida. Pul topardi, juda pulli yaxshi topardi. Bitta savdogar xotinga aylanishib qoldi. Oti Tohrami, Mohrami. O'shanga aylanishdi-yu, oilasi bizildi qo'ydi. Voy yashamagur bunidan ip o'tkazib oldi-de. Lekin Saodatxon hali ham 10 ta qizga chiroydan dars beradi. Bolasi eslikkina ekan, shu sezganmikin deyman-a. Bola yaxshi gap bigadoz. Shukurjonni o'ziga bog'liq. Bolam bo'tam desa, bir haftada edirib oladi o'ziga. Jalol,
Ha, Jalol, qayoqdasan? Kel bola. Oying shu paytgacha kelmadilar. Endi biz bora qolaylik. Oyim bilan meshili bor edi. Oyingda ishimiz yo'q edi. Biz bunda o'zimiz mehmon bo'lib kelgan edik. Sizlar kimsizlar? Voy. Voy, bu nima degan gaping? Biz qarindoshmiz, bildingmi? Men hamma qarindoshlarni taniyman. Odam katta bo'lgan sari qarindoshlarini ko'p taniy boshlaydi deb aylanib ketding. Mana Hakima xolang ham senga qarindosh, men ham senga qarindoshman, bildingmi? Oyim kelsalar nima deb qo'y? Oying kelsami? Oying kelsa, Tosh xolam keldilar, Hakima xolam bilan birga kelishdi degan. Bo'ptimi? Ertaga tushlikdan keyin ma'quldir, ha? Ertaga tushlikdan keyin kelishar ekan, uyda bo'lib turar ekansiz degan. O'ynalib ketaysan. Voy onagina yoqaqindi. Qani ilohim, shu boylarga ham yaxshi joylardan ato qilsin. Shu yilda to'yla bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Ha, Jalol, o'tirsan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ikkita kampir keluvdi. Kim? Ikkita kampir. Kim? Qanaqa kampir? Birini oti Toji ekan. Ertaga ham kelishar ekan. Kech soat 4-5larda uyda bo'lib turar ekansiz. Senga hech narsa yetishmadi? Mayli o'tirib chalib tur. Ha, rahmat. Rahmat, Rozixon. Shunaqa bo'lib qoldi. Ha, yurib qaraganda qarmoqqa tushyapman. Yo'q, xayolimda ham yo'q edi. Oyimlar shuni xohlayaptilar. Jaloliddinmi? Jaloliddinga biror narsa deyishga hayronman. O'zi bilib, sezib yuribdi. Biror narsaga tixirlik qilarmikin desam, indayotgani yo'q, hayronman nima qilishga ham. Endi 23-larda o'tadigan bo'ldi. Kecha xabar berishdi. Yo'q, bilasiz o'tarmidi? Yo'q, aytishadi borib, albatta. Xo'p, kelinglar. Xo'p, rahmat. Xo'p. Yaxshi. Jaloliddin, men hozir tez kiyinib ishga borib kelaman-da, jon. Sen qimirlamay o'tirgan musiqalaringni tayyorlagin, xo'p? Oyjon, sizdan o'tinib yig'lab so'rayman. Iltimos, yerga tegmang. Jonoy, iltimos, yerga tegmang. Axir o'zingiz bir o'ylab ko'ring. Qanday qilib begona odam menga dada bo'la oladi? Axir u begona-ku, Oyjon. Axir u begona-ku. Oyjon, men o'gay otidan qo'rqaman. O'gaylar yomon bo'ladi, Oyjon. Hasanning ahvolini siz bilmaysiz. Men uni kunga tushishni istamayman, Oyjon. Hozir vokzalga boraman-u, poyezdga o'tirib to'g'ri Farg'onaga jo'nayman. Yo'q, bo'lmaydi. Odamlardan so'rab, avtobus bekatiga borsam-chi? Ya? Abdullajonning o'g'limi sen? Ha? Bu yerlarda nima qilib yuribsan? Dadam oldilariga ketayotgandi.
Ya? Oyina so'radingmi? Oyi xavotir oladi-ku. Yo'q, xavotir olmanglar. Nima, janjallashib qoldinglarmi? Yo'q, xat yozib qo'ydim. Ha, yaxshi. Borganmisan oldin? Yo'q. Manchi, adayni uyini oldidan o'taman. Hozir mana bu yerdan bitta mashinaga o'tiramiz. Shaharga borib olganimizdan keyin boshqa mashinaga o'tiramiz. Adayni uyini oldiga olib borib qo'yaman. Ketdikmi? Rahmat amaki. Ha, dadang o'g'lim kelib meni ko'rar ekan deb rosa xursand bo'ladigan bo'pti-da, ha? Yur. Jalol. Oyijon, mendan xavotir olmang. To'yda uxlab turishingizni iltimos qilaman. Men dadamni olib kelishga ketdim. Nima qilsam ham dadamni olib kelaman. Agar dadam kelmasa, men ham kelmayman. Dadasinikida qolibdi deb o'ylamang. U yerda ham qolmayman. Men o'zim dadam, o'z oyim bo'la turib, go'ylab qo'lda yashashni xohlamayman. 3 kun kuting. Kelmasam to'yni o'tkazib bering. Xafa bo'lmang. Batinka qutidagi puldan 25 ming so'mni oldim, o'g'lingiz. O'g'lim. Bu nima qilganing bo'ldi? Voy Jaloliddin, bu nima qilganing? Nimaga boradi? Voy, qaqa debdi. Voy, otamniki. Adasi bilan ajrashganmiz-ku. Baribir kelmaydi-yu. Voy, keyin u qayerqa boradi? Voy, ahmoq. Voy, Jalol, qayerga ketding? Mana shu hovli Abdullajonniki. Yetib keldik. Rahmat amaki sizga, ko'pchilik rahmat. Biznikiga ham borgin. Mehmon bo'lib ketasan. Abdullajon hovlimizni biladi. Rahmat amaki. Salomat bo'l. Xayr. Ketdik. Bitta qadaq ko'tarishdan oldin so'zni Qoraxon akamizga bersak. Demak, yigitlar bunday. Kunlarning birida bir donishmand ko'chada o'tib ketayotgan ekan. Yo'lda bir yosh go'dakni ko'rib qoldi. Go'dak xomopshi yasab o'tirgan ekan. Gap topib gapiradi, xo'jayin. Donishmand boya go'dakka qarab, "O go'dak, qani meni savolimga javob berchi. Dunyoda nima shirin?" deb so'radi. Go'dak donishmandga qarab, "Amaxir, shuni ham bilmaysizmi? Dunyoda eng shirin narsa qandda" debdi. Donishmand yo'lida davom etib ketaverdi. Bir joyga borsa, bir eski paxta devorning tagida suyanib o'tirgan bir cholga ko'zi tushdi. Cholga qaratib, "Ey otaxon, mana siz dunyo kezgan, ko'pni ko'rgan odamga o'xshaysiz. Savolim bor sizga bitta. Shu savolimga javob bering-chi" dedi. Qariya, "Xo'p, qani savol bering" dedi. "Otaxon, qani ayting-chi, dunyoda eng shirin narsa nima? Javob bering" degan ekan. Chol nursiz ko'zlarini donishmandga tikib, "Ey birodar, dunyoda eng shirin narsa bu jon. Jon shirin" degan ekan. Donishmand yana yo'lida davom etib ketaveribdi. Bir joyga borsa,
bir narsaga mahliyo bo'lib o'tirgan bir ayolga ko'z tushdi. Ayolga qarab, ayol, sizga meni bitta savolim bor. Ana shu savolimga javob bering. Aytingchi, dunyoda eng shirin narsa nima degan ekan? Otaxon, dunyoda eng shirin narsa bu farzand degan. Yasha. Ofarin. Qoraxona. Shunda donishmand boyga ayolga qarab, ofarin. Oqila ayol ekansiz. Dar haqiqat meni mana shu savolimga faqat sizgina to'g'ri javob berdingiz. deb unga minnatdorchilik bildirgan ekan. Qissadan qissa shuki, men aytmoqchi bo'layotgan gap mana bugun Abdullohjon bilan Tohiraxonlarning farzandlari bo'lmish Sa'dullohxonni 7 bahorni nishonlashlari, qarshi olishlari, tug'ilgan kunlarida o'tirdilar. Sa'dullohxon uzoq umr ko'rsinlar. Rahmat aka. Muborakbod etamiz. Rahmat. Qani aka. Farzand inson umrini guli deyishadi. Mana shu gullarimiz yashnasin, yayrasin, o'ssin, ulg'aysin, hech qachon xazon bo'lmasin. Rahmat. Ularni uylanish to'ylarida ham o'tirish bizga nasib etdi. Ey yashay. Ash gapga bitta yaxshilab qarsa chalib qo'yaylik. To'ylarda xizmat qilaylik. Jaloliddin? Jaloliddin o'g'lim. Qani o'g'lim? Voy yana keting. Omonmisan? Sog' salomatmisan bolam? Bir o'zing kelding? O'zim keldim. Juda ham yaxshi qilibsan o'g'lim. Hey! Tohiraxon! Sa'dullohxon, bu yoqqa o'g'lim, bu yoqqa. Tez! Seni akang, seni tug'ilgan kuning bilan tabriklagani kelibdi, bolam. Qoyilman. Qayoqdan kim chiqdi? Bu meni katta o'g'lim bo'ladi. Ismi Jaloliddin. Qani bir achomlashib ko'rishib qo'yinglar-chi, aka-ukalar. Sa'dullohxon o'g'lim, bu seni akang. Seni tug'ilgan kuning bilan tabriklagani keldi. Tushundingmi? Qani achomlashib qattiqroq, ha? Voy, qani keling. Sizni olib ketgani keldim. Qayoqqa olib ketasan? Uyga. Oyim erga tegyaptilar. Menga qara. Oying yerga tegayotgan bo'lsa, tegsa tegar. Bu uni ishi. Kelib juda ham yaxshi qilsan. Kel. Yo'q dada, siz borishingiz kerak. Oyim erga tegmasliklari kerak. Nima deganing, o'g'lim? Siz biz bilan yashashingiz kerak. Menga qara, o'g'lim. Oying yubordimi seni? Dadangni olib kelgin deb. Dadajon, yuring ketamiz. Oyim erga tegyapti deyapman. Meni hech kim yuborgani yo'q. Men o'zim keldim, bitta o'zim keldim, dadajon. Begona odam menga dada bo'lmoqchi. Men o'gay ota bilan yashashni xohlamayman. Dadajon, yuring ketdik. Siz borishingiz kerak. Oyim erga tegmasliklari kerak. Xohlamasang kelibsan-ku, o'g'lim. Mayli. Qolaver shu yerda. Yashayver. Nima, men senga begonamanmi? Yo ko'kragingdan itaryapmanmi? Amaklaring oldida meni rosa sharmanda qilding. Yaxshi emas, o'g'lim. O'gay onani ham istamayman. Yuring, dadajon, ketamiz. Dadajon. Qip-qizil ahmoq bola bo'psan. Namuncha lo'lilik qilasan? Bo'ldi dedim-ku senga.
Qanaqa qilib ketaman men ham? Tushunsanchi, qanaqa qilib ketaman men? Ketamiz, yuring, dadajon. Esing joyidami o'zi? Sen yosh bolasan, tushunmaysan. Biz onang bilan ajrashganmiz. Endi men nima qilay? Menga qara o'g'lim, ixtiyor o'zingda. Xohlasang onang bilan yasha, xohlasang men bilan qol bu yerda. Men dadamisiz o'zi. Bu nima deganing? Yo'q, ayting dadamisiz. Dadang bo'lmay kimman senga axir? Dadangman de. Dadam bo'lsangiz nimaga meni tirik yetim qilasiz? Nega? Nimaga otam, onam bo'la turib, men tirik yetim bo'lishim kerak? Ayting nega? Uni katta bo'lganingda tushunasan. Yo'q, men hozir tushungim kelyapti. Hozir tushunishim kerak. Hozir tushunmaysan, hali yosh bolasan, katta bo'lganingda tushunasan o'g'lim. Dadajon, bormaysiz-a? Bormayman. Bo'lmasa qayr. Men ketdim. Menga qara, shoshma. Yo'q, men ketdim dadajon. Qayoqqa ketasan? Qorong'i tushyapti axir, yomg'ir yog'yapti. Qayerga borasan hozir? Boshingni yegur shum qadam. Tinchimizni buzdi qo'ydi-ya. Qayerdan paydo bo'ldi bu bola o'zi? Bu bola buyurmasdan o'lga keldimi? Voy bolani yedin. Voy Jalolani nasıl ko'taring. Nima bo'ldi? Och. Ostidan. Jalol aka, nima? Jalol. Qani eshikni och. Nega bunaqa qilding bolam? Meni qiynab. Men sensiz nima qilaman jonim bolam? Sensiz menga bu hayotda nima qizig'i bor jon bolam? Siz yolg'iz emassiz-ku. Yerga tegayapsiz. Bolajonim. Menga sen keraksan. Eshitasanmi, sen keraksan. Bolajonim. Ay to'g'lanchim, aqlsizim. Agar xohlamasang men erga tegmayman. Sen nima xohlasang shu bo'ladi jon bolam.